Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Namangan viloyati Chortoq tumani Bog'iston mahalla fuqarolar yig'ini Fayzobod ko'chasidan sotiladigan 6 sutuli tayyor hovlimizga kelganmiz. Hovlimizning simillari kuyib qo'yilgan, 6 xona uyga qolaversa, bitta hammomga nimani ko'kishga simillarni kuyib tayyorlab qo'yishgan ekan. Undan tashqari darvozaxonalarimiz ham juda ham chiroyli 10 metrdan iborat ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa batafsil yoritib berishga harakat qilamiz. Narxi ham unaqacha baland emas, xudo xolasa kelishilgan narxda qilib beriladi. Undan tashqari dokumentga, kakkolojin dokumentga bor ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqarsizlar, xudo xolasa o'zimizga yoqqani uchun sizlarga ham sog' bo'ling. Hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rib turibsiz, 15 ming taqacha ham bor ekan bu yerda. Hop, qolaversa 6 sutdan iborat sotiladigan hovlimiz. Darvozaxonani ham juda ham chiroyli qilib katta qilib tashlashgan ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bismillah. Mana shu darvozaxonamiz bo'ladi. Darvozaxonadan kirganimizda mana bu o'rta hovli, buni usti yopiladigan bo'ladi. Hop, xohlasangiz yopasiz, xohlasangiz yopmaysiz. Qolaversa mana bu joyda mana katta xonamiz, mana bu ikkinchi xonamiz. Bu yerda juda ham menga yoqqan tomoni qarangda, sharoit bomba qilib qo'yishdi haqiqiy. Chunki mana bu orqa agrajeniyalar bilan to'lib ekilgan, mana ko'rib turibsiz. Ertaga uy joy qilganingizda ham molxonangiz yoki bo'lmasa bir hashar qo'yadigan joylaringiz ko'rinmaydi. Sababi mana orqaga bitta eshik qilib qo'yasiz, mana tomon to'la urib tashaladi. Hop, ikkinchisi, mana bu joyga ham bitta katta uy qilishibdi, mana ko'rib turibsiz. Uy qilib turib, hop, o'rtaga yana bitta uy qilishganda 3 tomondan joy qilib tashlab ketishga xohlasangiz. Hop, mana bu joydan hammomga joy qilasiz, samozelga. Xohlasangiz mana tomondan joy qilasiz. Xohlasangiz bu tomondan 3 ta uydan bemalol kiraveradigan, 3 ta kichikroq hammom qilsa ham bo'ladigan sharoit qilib qo'yishgan. Qolaversa, mana bu xonamiz ham juda ham hamma xonalarni ham juda ham katta qilib tashlashgan ekan. Akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Hop, xudo xohlasa chiroyli tashkillashibdi. Mabodo kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sotiladigan hovlimizni qisqacha obzorlarni qildik. 15 ming taqacha bor, yana qolmishiga yana g'ishalib turib, mana shu uyni bitirib yuborsangiz bo'laveradi. Hammadan Alloh rozi bo'lsin, mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli holatdagi hovlimiz. Kuzatuvchilar, mana ko'rib turibsiz, 10 metrli darvozaxonamiz bor ekan bu yerda. Qolaversa, sharoitlar hop 1, 2, 3, 4, 5, 6 xona, 7-samozel ekan, ya'ni hammom ekan. Ko'rib turibsiz, juda ham chiroyli bo'lgan. Hovlimizga kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Hop, suvdan umuman muammo yo'q deyishyapti. Bitta mini ekranlari bor ekan. Qolaversa bu tomonda ham yana bitta mini ekranlari bor ekan. Bemalol hovlini sug'orishga yo'q, boshqa ishlaringizga ishlatsangiz bo'laveradigan sharoitga ega ekan.